Singlim, nima qilyapsan? Haykal yasadi. Nima? Shu loydan haykal yasamoqchimisan? Bunda nima qilaman? Haykal qanday yasalishini bilishni istaysanmi? Unda qani ketdik. Bu O'zbekiston xalq rassomi Jasmon Anazarning ijodiy ustaxonasi. Hozir haykal qanday yasalishini nafaqat singlim, balki siz ham bilib olasiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bilasizmi haykal aka? Mening singlim haykal yasashga qiziqib qoldi. Unga qanday haykal yasashni o'rgatasizmi? O'rgataman, kelinglar. Haykal umuman olganda loydan yasaladi va plastildan ham yasaladi. Plastilda yasaladigan haykallar bu kichkina hajmda bo'ladi. Loyda yasaladiganlar katta bo'ladi. Mana hozir men qo'shiqchi qizning haykalini ishlayapman. Mana ko'ryapsizlar, qaranglar mana. Mana shu qo'llarini maydalab ishlash uchun plastilin yaxshi. Katta haykallar loydan yasaladi. Mana ko'ryapsizlar, loyda ishlash oson va uzoq vaqt tura oladi. Va yasalib bo'lgandan keyin mana shunaqa qilib gipsdan bo'lak-bo'lak qilib qolib olinadi. Buning sababi ichiga quyish uchun, yaxshi bo'lish uchun. Mana keyinda bu yoqqa mana ko'ryapsizlar, mana shunaqa qilib yasaladi. Bunga suv sepib turadi. Mana shu suv sepilmasa, mana shunday qotib qoladi. Haykaltaroshning o'zini loyi bo'ladi maxsus. Bu agren loy deyshadi. Agrenda shunaqa joy bor. Haykaltaroshlarga mos loy chiqadi bu yerda. Mana ko'ryapsizlar, bu kichkina haykal loydan bo'ladi. Buni kattalashtirish uchun biz boshqacha materiallardan qo'yamiz. Misol uchun gips. Katta haykallarning ko'pchiligi gipsdan bo'ladi. Ammo uni umri qisqa. Chunki qor, yomg'irga chidamsiz. Bronza degan material bor. Bronza uzoq vaqt turadi. O'shaning uchun haykallarning ko'pchiligi bronzadan qilinadi. Sizlar ham haykal yasashni istaysizmi? Ha! Unda bo'lsa ketdik, marhamat. Buning uchun sizlarga karkas va loy kerak bo'ladi. Wow! Mana qilib yopishtiramiz. Mana. Qilib yopishtiramiz. Buni sababi ichida havo qolmasligi kerak. O'shandagina haykalimiz yaxshi chiqadi. Mana bolalar ko'ryapsizlarmi? Haykaltarosh bo'lish mehnat va sabr talab qiladi. Haykal yasash sizga yoqdimi? Ha! Haykal yasashni istasangiz, ustaxonamizdan kutib qolamiz. Albatta kelamiz. To'g'rimi singlim?